Tabiatning o'zi tabib. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Dastur taqdimoti bilan studiyada Ma'murjon Abdiyev. Ko'pchilik o'zining salomatlikka umidini aynan tibbiy omil bilan bog'laydi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tahliliga ko'ra, inson salomatligiga ta'sir etuvchi omillar orasida tibbiy ta'minot atigi 10% ni tashkil etadi. Shubhasiz, uzoq va salomat yashashning asosiy sharti tibbiy madaniyat hamda sog'lom turmush tarziga amal qilishdir. Shu bilan birga organizmning zaxira imkoniyatlarini o'rganish, o'z salomatligiga malakali munosabatda bo'lishning bu borada ahamiyati cheksiz. Oqilona ovqatlanish sog'liqni mustahkamlaydi, immunitetni oshirib, yuqori aqliy va jismoniy mehnat qobiliyatini hamda faol umr ko'rishni ta'minlaydi. Ratsional ovqatlanishda me'yor bo'lishi nihoyatda zarur. Bunda iste'mol qilingan ovqat va sarflangan energiya o'rtasidagi me'yor buzilsa, inson semirib ketishi yoki kuchsiz, kamquvvat bo'lib qolishi mumkin. Keksalarning ovqatlanishi ularning yoshiga munosib ravishda organizmning moddalarga bo'lgan ehtiyojini qoplashi va erta keksayishni oldini olishga yo'naltirilishi, yengil hazm bo'ladigan go'sht, baliq, tuxum, ko'proq o'simlik yog'lari, sabzavot va ko'katlar, sut, tvorog, pishloq, qora non, donli mahsulotlarni tashkil etishi maqsadga muvofiq. Oq non, sariyog', tuxum, shiprot, qahva, kakao, hayvon yog'lari, qandolat mahsulotlari chegaralanadi. Ovqatlanishda mevalar bir kunda 2 mahal, sabzavotlarni 5 mahal ham qabul qilish mumkin. Bular organizmda kletchatkalar vazifasini ham bajaradi. Kletchatkalar oshqozon, ichak va yurak qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Karam, sabzi, no'xat, loviya, yashil no'xat, anjir kletchatkaga boy sabzavotlar sirasiga kiradi. Bolalar ovqatlanishda kletchatka va vitaminlar organizmning o'sishi va rivojlanishi hamda faoliyati uchun muhim hisoblanadi. Umuman olganda tibbiy madaniyatli inson doimo o'z sog'ligi va oilasining salomatligiga mas'uliyatli yondashadi. Salomatlik darajasini o'rganib, har 6 oyda tibbiy ko'rikdan o'tib turadi. Oilada sog'lom muhitni shakllantirib, hayotini mazmunli o'tishga harakat qiladi. Ko'katlar inson tanasiga qanchalik foydali ekanini bilasizmi? Ko'katlar ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, asab va yurak qon tomir tizimlarining holatiga ajoyib ta'sir ko'rsatadi. Kashnich, petrushka, maydanoz vitaminlar koni. Bizga juda tanish bo'lgan petrushka tarkibida C vitamini limonga qaraganda 4 barobar ko'p. Shuningdek, unda beta-karotin, A, E va B guruhli vitaminlar mavjud. Minerallardan esa petrushka, selen, ftor, temir, rux, kaliy, fosfor, magniy va kalsiyga boy ko'kat. Maydanoz iste'moli ko'zlaringizni ravshan qiladi, teringizni yoshartiradi. Ko'katlar haqida so'z yuritar ekanmiz, uning urug'i ham muhimdir. Chunki sog'lom urug'dan yaxshi va ko'p hosil olinadi. Kashnich urug'i haqida to'xtalsak. Kashnich O'zbekistonda oson va erkin o'sadi. O'simlik mukammal tozalash xususiyatlariga ega. O'simlik tarkibidagi moddalar tanadan og'ir metallarni olib chiqish va zararli ta'sirni zararsizlantirishga yordam beradi. Kashnich urug'lari suvni tozalash uchun ham juda yaxshi qo'llaniladi. Buning uchun qisqa vaqt ichida suv idishga urug'lar solingan paketni tashlasangiz bo'ldi. Mavzu yuzasidan Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti biologiya yo'nalishi talabasi Munisa Abdullayeva o'z fikrini bildirdi. Inson salomatligi uchun foydali bo'lgan o'simliklar qadim-qadimdan xalq tabobatida muhim o'rin egallab kelgan. Shunday shifobaxsh o'simliklardan biri bu kashnich hisoblanadi. Uning barglari ham, urug'i ham foydali. Ammo aynan urug'ining shifobaxsh xususiyatlariga to'xtalamiz. Kashnich selderidoshlar oilasiga mansub bir yillik o'simlik bo'lib, u Markaziy Osiyo, Hindiston va O'rta Yer dengizi hududlarida keng tarqalgan. Uning urug'lari yumaloq shaklda, o'ziga xos yoqimli hidga ega. Kashnich urug'i tarkibida efir moylari, A, C va K vitaminlari, temir, magniy,
kaliy minerallari, antioksidant moddalar mavjud. Aynan shu boy tarkibi shifobaxsh mahsulotga aylantiradi. Hurmatli tinglovchilar, ko'pchiligimiz oshqozon bilan bog'liq muammolarga duch kelamiz. Kashnich urug'i hazm jarayonini yaxshilashda juda samarali. U oshqozon shirasi ajralishini faollashtiradi, ichaklardagi gazni kamaytiradi, ich qochishining oldini oladi. Xalq tabobatida kashnich urug'idan tayyorlangan damlama ovqatdan keyin og'irlik hissini kamaytirish uchun ishlatilgan. Zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra, kashnich urug'i qondagi qand miqdorini nazorat qilishga yordam beradi. U insulin ajralishini rag'batlantiradi. Bu esa qandli diabetning oldini olish, organizmdagi glyukoza muvozanatini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Albatta, bu dori o'rnini bosmaydi, ammo tabiiy yordamchi vosita sifatida foydalidir. Kashnich urug'i yurak faoliyatini yaxshilaydi. Unda kaliy moddasi qon bosimini me'yorlashtirishga yordam beradi. U qon bosimini tushiradi, yomon xolesterinni kamaytiradi, qon tomirlarini mustahkamlaydi. Bu esa yurak xastaliklari xavfini kamaytiradi. Bugungi kunda kuchli immunitet juda ham kam. Kashnich urug'i tarkibidagi antioksidantlar organizmni turli infeksiyalarga qarshi himoya qiladi. Shuningdek, u tanadagi yallig'lanishni kamaytiradi, bo'g'im og'riqlarini yengillik beradi. Sovuq tegishida foydali hisoblanadi. Kashnich urug'i tinchlantiruvchi xususiyatga ham ega. Uning hidi va damlamasi stressni kamaytiradi, asabni tinchlantiradi, uyqu sifatini yaxshilaydi. Ayniqsa, kechqurun ichilgan kashnich choyi organizmni bo'shashtiradi. Teri va tashqi ko'rinish uchun foydasi. Kashnich urug'i teri uchun ham foydalidir. U teridagi toshmalarni kamaytiradi, allergik holatlarda yengillik beradi, terini tozalaydi. Uni damlama yoki kukun holida ham tashqi tomondan qo'llash mumkin. Kashnich dasturxonimizda o'z o'rniga ega. U taomlarga mazza berish bilan birga kayfiyatimizni ko'tarib, umrni uzaytirishga xizmat qiladi. Xo'sh, kashnich urug'ining inson salomatligiga yana qanday foydali tomonlari bor? Mavzu yuzasidan yana suhbatdoshimiz so'z yuritadi. Endi esa kashnich urug'idan qanday foydalanish mumkinligi haqida qisqacha to'xtalamiz. Damlama tayyorlash usuli: 1 choy qoshiq maydalangan kashnich urug'i va 1 stakan qaynoq suv 10-15 daqiqa damlab, kuniga 1-2 marta ichish tavsiya etiladi. Ehtiyot choralari: har qanday foydali mahsulot kabi kashnich urug'ini ham me'yorida iste'mol qilish kerak. Haddan ortiq ichish tavsiya etilmaydi. Homilador ayollar shifokor maslahati bilan ichishi lozim. Allergiyasi bor insonlar ehtiyot bo'lishlari kerak. Kashnich urug'ining kimyoviy tarkibi. Hurmatli tinglovchilar, kashnich urug'ining shifobaxsh ta'siri boy kimyoviy tarkibi bilan bog'liq. Uning tarkibida linolol, asosiy efir moyi, tinchlantiruvchi va antibakterial ta'sirga ega. Flavonidlar, kuchli antioksidantlar, fenol birikmalari, yallig'lanishga qarshi tolalar, ichak faoliyatini yaxshilaydi. Shu sababli kashnich urug'i nafaqat xalq tabobatida, balki farmatsevtika sanoatida ham ishlatiladi. Antibakterial va zamburug'larga qarshi ta'siri. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kashnich urug'i zararli bakteriyalarni yo'q qiladi, ichakdagi infeksiyalarni kamaytiradi, zamburug'li kasalliklarda yordam beradi. Shu bois u tabiiy antiseptik sifatida qadrlanadi. Vaznni kamaytirishdagi ahamiyati. Kashnich urug'i vazn tashlash jarayonida yordamchi vosita hisoblanadi. U moddalar almashinuvini tezlashtiradi, ishtahani nazorat qiladi, organizmdan ortiqcha suyuqliklarni chiqaradi. Bu ayniqsa sog'lom ovqatlanish bilan birga qo'llanganda juda ham samarali bo'ladi. Jigar va buyrak faoliyatiga ta'siri. Jigar organizmning muhim filtri hisoblanadi. Kashnich urug'i esa jigarning tozalanishiga yordam beradi, zaharli moddalarni chiqaradi, buyrak faoliyatini ham yaxshilaydi. Shu sababli detoks ichimliklar tarkibida tez-tez ishlatiladi. Tarixiy manbalarda kashnich urug'i haqida qadimgi manbalarda ham ma'lumotlar uchraydi. Ibn Sino o'zining tib qonunlari asarida kashnichni hazm yaxshilovchi vosita sifatida tilga olgan. Qadimgi Misrda u dori sifatida ishlatilgan. Sharq tabobatida sovutuvchi va tinchlantiruvchi o'simlik sifatida tanilgan. Ovqat sanoati va tibbiy
tibbiyotdagi qo'llanilishi. Bugungi kunda kashnich urug'i ziravor sifatida, choy va damlamalarda, dorivor va preparatlar tarkibida, kosmetika mahsulotlarida keng qo'llanilmoqda. Shunday qilib, kashnich urug'i tabiat tomonidan berilgan noyob shifobaxsh ne'matdir. U hazm tizimidan tortib, yurak, immunitet va asab tizimigacha ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sog'lom hayot sari intilishda tabiiy mahsulotlardan oqilona foydalanish muhimdir. Asosan Kavkaz xalqlari oshxonasida qo'llaniladigan bu ko'kat sog'lik uchun foydali bo'lib, ko'plab kasalliklarni oldini olishda yordam beradi. Uning tarkibidagi efir yog'lari, vitaminlar va antioksidantlar yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Kashnich o'zida ko'p miqdorda kaliy va natriy yog'larni saqlaydi. Bu o'z o'rnida gipertoniya, arterial qon bosimi va yurak qisqarishini nazorat qiladi. Kaliy va natriyning zimmasidagi yana bir vazifa qondagi qand miqdorini me'yorlashtirishdir. Kashnich ko'ngil aynishini qoldirib, oshqozon va ichakdagi fermentlarni faollashtirishga yordam beradi. Qorin dam bo'lishini kamaytiradi. U organizmdagi har xil toksinlar va og'ir metallarni quvishga qodir. Kashnichdan mikroblarga qarshi kurashda, bundan tashqari og'iz bo'shlig'i gigiyenasi, milklar yallig'lanishda samarali foydalanish mumkin. Kashnich erkin radikallar darajasini tushiradi, surunkali yallig'lanish va saraton xavfini kamaytiradi, keksayish jarayonini sekinlashtiradi. Mushaklarni va asab tizimini bo'shashtirib, tinchlantiradi. Tarkibidagi magniy va B vitaminining ko'pligi sabab stressning oldini oladi. Har qanday xalqona davo vositasini qo'llashdan oldin, ayniqsa sizda surunkali kasalliklar bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashishni unutmang. Oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishda yerning unumdor bo'lishi muhim jihatlardan biridir. Shu maqsadda yurtimizda dolzarb 30 kunlik e'lon qilingan bo'lib, dehqon va fermer hamda tomorqa yer egalaridan sifatli mahsulotlar yetishtirish maqsad qilingan. Mavzu yuzasidan Toshkent viloyati O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Zangiota tumani bo'limi fitosanitar davlat inspektori Asqar Alimatov shunday deydi. Dolzarb 30 kunlik mobaynida O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan ham mevali bog'larimizga aldamchi belbog'lar qo'yish hamda kuzgi raskopka ishlari boshlab yuborilgan. Bundan ko'zlangan maqsad qishloq xo'jaligida zarar yetkazadigan zararli organizmlarni oldindan aniqlash hamda kelgusida bizga xavf soladigan zararli omillarni oldindan bashorat qilib berish hamda xalqimizga eksportbop, fitosanitar, toza holatdagi organik mahsulot yetishtirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ko'pgina ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bundan tashqari hududlarimizda fermer, dehqon, tomorqa yer egalari bilan seminarlar o'tkazilib, bir hudud bir mahsulot tamoyili asosida 136-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida hududlarimizda kooperatsiya, ya'ni kooperativlar tashkil etish, 465-sonli qarorda ham 136-sonli qarorda ham qo'shimcha ularga yaratib berilayotgan imkoniyatlar, subsidiyalar to'g'risida tushuntirilib, agroko'makchi mobil ilovasi yuklatilib, ekspertlar gruppasiga ulab qo'yilgan. Dala chetlaridan samarali foydalanish hamda tomorqa yer egalari xonadon oldilaridan samarali foydalanish maqsadida 6 turdagi mevali daraxt ko'chatlarini ekish, bulardan jilonjiyda, tut, gilos, achchiq gilos, bexi, olxo'ri hamda ularning oralariga ko'katlar, sabzavot ekinlarini ekish bo'yicha ham tavsiyalar berib kelinmoqda. Mamlakatimiz o'simlik dunyosi juda boy va rang-barangdir. Cho'l va dashtlar, tog'lar va adirlar, past tekisliklar va daryo deltalari yonma-yon joylashib, ajoyib manzara hosil qiladi. Bu aql bovar qilmaydigan bo'lib tuyulishi mumkin, ammo aslida Markaziy Osiyoning qo'shni mintaqalari bilan taqqoslaganda O'zbekistonning tog'laridagi maydon birligiga nisbatan bo'yicha o'simliklar soni bir necha barobar ko'p. Mamlakatimizning boy o'simlik dunyosida 6000 dan ortiq turli xil o'simliklar mavjud. Ular orasida dorivor o'simliklar ham bor. Bunday o'tlar ekologik toza bo'lib, oziq-ovqat, aromatik va farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida ishlatiladi.
Muhtaram tinglovchilar, doimo sog' va salomat bo'ling deya Mahalla radio kanalida Tabiatning o'zi tabib eshittirishni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling. Tabiatning o'zi tabib.